ichimlik suvi ham odamlarning orzusi bo'lgan. O suv bormaydi. Qorni yeritib suv to'playdi. Suv beraman desangiz tarmoq yo'q, ketma-ket avariyalar. Avvalgi paytlarda ertalab 2 soat, bitta 2 soat, kechqurun 2 soat suv bergan. O'sha kezlarda bir yilda 35 ming aholini ob-hayot bilan ta'minlash katta natija hisoblangan bo'lsa, hozirgi kunda har yili o'rtacha 1,5 million aholi ichimlik suvidan bahramand bo'lyapti. Yurtboshimiz kelajakni oldindan ko'ra bildi. 61% dan hozirgi kunda 83% ga yetdik. Qamroq 80% ga oshadi deb suv ta'minoti xodimi sifatida ishonmagan. Sohada katta sakrash. Ilgari butun respublikaga berilgan mablag' bugun bitta mahallaga ajratilyapti. 225 million pul ajratilardi. Viloyatga. Hozirgi kunda bitta mahallaga 2 milliard mablag' ajratilyapti. Biz hokim bo'lganmiz, qo'limizda bir so'm pul bo'lmagan. Hozir hokimlarning qo'lida milliardlab pul bor. O'zbekistonda yotqizilgan suv tarmoqlari bilan bemalol yer sharini bir marta aylanib chiqsak bo'lar. Yashaydigan zamon keldi. E'tibor bo'lganligi uchun hududlarda mega loyihalar amalga oshdi. 270 kilometrdan qanday termizga suv keladi? Afsona deganday qildi. Mana 11 ta tumonga to'polon suv bor ekan. Kranda burasa shaffof bo'lib ketgan, ana bular ekan. Ana xursandchilik. Shunday zamonda yashayotganimizdan biz xursandmiz. Asrlarga tatiydigan darajadagi bitta ish bo'ladiki, Sorak suv omboridan ichimlik suv olish loyiha qiymati 2 trillion 200 milliard. Juda ham unikal loyiha. Buxoro viloyatini 100% ichimlik suvi va kanalizatsiya bilan ta'minlayapmiz. Shaxsan o'zim tasavvur qilmaganman. Fransiyaning katta kompaniyasi Surxondaryoning eng og'ir hududlariga 1 milliard yevro investitsiya kiritadi suvni yaxshilash bo'yicha deb. Endi bunday holat Surxondaryo tarixida bo'lmagan. Bu savol 10 yil oldin berganingizda menda ham bu savolga javob bera olmagan bo'lardim. Endigi maqsad O'zbekiston tarixida ilk bora ichimlik suvi ta'minotini 90% ga yetkazish. Bu ilmiy asosda. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde bu hedefe de ulaşacağımıza inanıyorum. Biz bugun to'g'ri yo'ldamiz. O'zbekiston rivojlanayotgan davlat. O'zbekiston 2030 strategiyasiga bag'ishlangan maxsus teleloyihada tomosha qiling.